Tarbiya haqidagi mavzumiz mana shu yerda tugadi. Kimda savol bo'lsa bemalol. Ustoz mana hozir tarbiya haqida gapirdik-ku, siz talabalik payti qanday bo'lgansiz? Shu haqida bir gapiring. Men sizlarga o'xshab bor talabaligimda ichib kim qayerga bormaganman men. Va sigareting bor, sigaretni berdi. Odamzod hozir bir pachkan chekib tugatdi. Ha, nima qilmaydi, sen ber. Mas, ol, sen tuy ana shundan. Rahmat. Mana hozir sizlar ko'ryapman, hammalang parchka bo'lgansizlar. Men sizlar paytlaringda bor-ku, unaqa narsaga vaqtim bo'lmaydi. Shuni faqat o'qish edi. Diyor aka, siz boshqa qizlar bilan gaplashmayapsizmi? Fotima, menga ishonmayapsizmi? Siz boshqacha. Matbrat, nima deyapsan? Sen boshqacha. O'zi siz menga xiyonat qilmayapsizmi? Boshqa qizlar bilan gaplashmayapsizmi? Qanaqa xiyonat? Siz bittasiz, siz boshqacha. Ana qara, bitta ikkita darsdan qochib ketishlar. Men unaqa emasdim sizlar paytlaringda. Har bitta darsga kirdim, sababsiz umuman dars qoldirmasdim. Shoshma. Nima deysan? Qayerga ketyapsan? Kontrolim bor, 5 kun bormasam bo'lmaydi. Darsga kir, o domlayin bo'ladi. Menga shunaqa gaplar jo'ra. Men shunaqa talaba bo'lganman. Tez bu videoni ustozlarga jo'natib qo'yinglar, o'zini ko'rsin.